Atlas va adras matolarining tayyorlanishida Marg'ilon alohida e'tiborga loyiq. Boisi asrlar davomida bu shahar ipakchilik markazi sifatida dunyoga tanilgan. Bu yerda tayyorlangan atlas va adras matolari nafisligi, sifati va rang-barangligi bilan ajralib turadi. Marg'ilonlik usta hunarmandlar avloddan avlodga o'tib kelayotgan hunar sirlarini asrab, milliy matolarimizni yanada boyitib kelmoqdalar. E'tiborli jihati, ipakchilik jarayoni bugungi kunda ham qo'l mehnati orqali amalga oshiriladi. Bilamiz shunaqa mo'jizaki, qachonki qaynaganda ipagini beradi mana. Bir dona piladan 2000 metr uzunlikda ipak olamiz. Kelayotgan sayyohlar juda ham katta fikr bildirishadi. O'zbekistonda shunaqa, O'zbekiston bo'yicha bitta shu qozon charxlar orqali fabrikasi bo'lib saqlanib qo'ygan. Ularga ham o'sha so'rashadi, shu tushuntirishni beramiz. Juda ham katta taassurotlarda ketishadi. Marg'ilonlik hunarmandlarning qo'lida yaratilgan atlaslar nafaqat o'zbek madaniyatining faxri, balki butun dunyo sayyohlarini o'ziga maftun etuvchi san'at asaridir. Sayyohlar bu jarayonni o'z ko'zi bilan ko'rish, ipakning paydo bo'lishidan to atlasga aylanishgacha bo'lgan mo'jizani his etish uchun Marg'ilonga tashrif buyuradilar. O'zbekiston quyoshli diyor haqidagi taassurotlarim juda ham ijobiy. Odamlari nihoyatda samimiy va mehribon. Bu yurtning madaniyati men uchun qiziqarli. Tabiat esa hozirgacha ko'rganlarim ichida eng go'zallaridan biri. Ayniqsa hozir men ipak fabrikasida ekanligimdan hayajondaman. Biz endigina bu yerga keldik va ipak qanday ishlab chiqarilishini, matolar qanday tayyorlanishini ko'rish men uchun o'ta muhim. Boisi bu yerda ishlab chiqarilgan ipak matolar juda ham mashhur. Xom ashyoni qayta ishlash texnikasi hamda mato tayyorlashning an'anaviy texnologiyasi Marg'ilonda qariyb 2000 yildan buyon avloddan avlodga o'tib kelmoqda. Ushbu jarayonlarda qadimiy hunarmandchilik tajribasi va zamonaviy yondashuv uyg'unlashgan bo'lib, ipakni bo'yash, ip yigirish va to'qish bosqichlari bugungi kunda ham o'zining asl shaklini saqlab qolgan. Men bu sohada 39 yildan beri ishlayman. Bu ishim yoqadi o'zimga. Bu ishxonaga opoqimlar ishlashgan, xolamlar ishlashgan, o'shalarga qiziqib men ham kelganman. Qizlarim ham ishlaydi. O'rgatganman qizlarimga ham. Hozir baxmal to'qiyapman. Bu baxmalga qiziqaman. Chiroyli sayyohlar kelib, biz ishlarimizni ko'rib qiziqishadi. Ishlarimizga har kuni turistlar kelib turadi ishxonamizga har xil joylardan. Misol Germaniyadan kelishadi, Hindistondan, Turkiyadan, har xil shaharlardan kelib ishlarimizni ko'rib ketishadi. Shu ranglariga qarab quvonib to'qiramiz. Chiroyli chiqadi. Adashib ketsangiz yo'l tushib qoladi. Kasbimdan faxrlanaman. Men pensiyaga chiqqan bo'lsam ham kelib endi kuch-quvvatim bor, ishimni yaxshi ko'raman. Ayniqsa Navro'z ayyomi arafasida Marg'ilonda tayyorlangan atlas va adras liboslariga qiziqish yanada ortadi. Rang-barang naqshlar, yorqin ranglar bahorning uyg'onish ruhini ifodalab, bayram kayfiyatini yanada ko'taradi. Birinchi marta O'zbekistonga keldim va bilasizmi, sizning mamlakatingiz meni butunlay o'ziga rom etdi. Ko'p suratlarni ko'rgan edim, lekin bularni his qilish kerak. His qilish uchun o'z ko'zing bilan ko'rganga hech narsa yetmaydi. Bu energiya, bu haqiqiy kuch. Ipak fabrikasiga esa men anchadan beri kelishni orzu qilardim. Bir necha yillardan buyon kuzatardim, nihoyat orzuyim ushaldi. Menga juda yoqdi va hayratdaman. Men o'zim ham tabiiy tolalar bilan ishlayman. Shu bois menga bu mavzu umuman olganda matolar ishlab chiqarish jarayoni juda qiziq. Men qo'l mehnati orqali tayyorlanadigan mahsulotlar bilan bog'liq yangi rejalar haqida o'ylayapman. Bu yer menga ilhom baxsh etyapti. Menga milliy naqshlaringiz yoqadi. Ular rang-barangligi bilan odamni o'ziga tortadi. Chindan ham chiroyli. Eng muhimi, hammasi tabiiy. Men dunyoning ko'p joylarida bo'lganman, lekin O'zbekiston menda juda katta taassurot qoldirdiki, hanuzgacha hayratdaman. Dastlab bir haftalik sayohat yetarli bo'ladi deb o'ylagan edim, lekin hali o'rganadiganlarim ko'p ekan. Bu yerda samimiy, mehribon odamlar bor. Mehmondo'stliklar esa alohida bir mavzu. Men Sankt-Peterburgdanman. Bizda ham mehmondo'st odamlar ko'p, lekin bu darajada bo'lishi
kelishini kutmagandim. Masalan, bizni bir oila mehmon qilib uyda palov tayyorlab berdi. Biz o'zbek oilasining muhitini, iliqligini his qildik. Bu juda ham ajoyib. Это очень круто. Да. Atlas va adrasning rang-barang jilosida bahorning iliq nafasi, har bir naqshida esa xalqimizning boy madaniyati aks etadi. Ayniqsa Navro'z ayyomi kunlarida bu liboslar bayramga alohida fayz bag'ishlab, milliy an'analarimizning barhayot ekanini yana bir bor namoyon etmoqda. Shunday ekan, atlas va adras nafaqat go'zal mato, balki o'zbek xalqining asrlar davomida asrab kelayotgan bebaho durdonasi sifatida qadrlanadi.